Mashinasini port aftidan ol, bo'lmasam vapshoma. Jigga siz uchun Li 9 Ultra 2025-yil do restaylingini chotki nardigri rangini tayyorlab qo'yganman. Bitta ko'ramiz. Aynan siz qidirib yurgan rangidan olib kelib qo'yganmiz jigga. Port aftida faqat bitta dona bor. Asalligini qarang, buni chiroyliligini qarang. Uncha-munchaga ham kirib o'rmaydi, mo'yka ham qilib charchab ketmaysiz. Endi saloniga chiqamiz. Elektronniy paroqlari bor. Qani bismillah. Hammamizga nasib qilsin, niyat qilib, bizga ham nasib qilsin deb kommentga yozib keting jigga. Qora bilan apelsin rang kombinatsiya qilingan. O'zi mana Lilida trend bo'ldi bu rang. Двойной monitor bor ekan. Двойной panorama, 360 gradus kamera. Yana nima narsa kerak sizlarga jigga? Hamma narsa bor. Katta bar, podstakanlik, faqat bosib yuboradigan joyi. Bunaqa rangini uncha-muncha joydan topa olmaysiz va men sizga narxini oxirida aytib o'taman. Taxmin qilib kommentda bitta yozib keting. Nech pul sizga qilib berishim mumkin? Xo'jakamga olib beradigan bo'lsangiz, undan ham ishingiz zo'r bo'lib ketadi. Sababi bitta duo qilarlar. Qattan bu pulni menga kelyapti deb o'zingiz sanoqqiga yeta olmay qolasiz. Orqa sidinlari kapitanskiy bo'ladi va o'rta tarafdan orqa tomonga ham o'tib ketib turasizlar. Bola chaqalaringizni orqaga sig'dirib yuborasiz. Bu 6 ta o'rindiqli. Jigga narxini aytaman. Faqat va'da bering, kommentga kirib, bomba qilib, reaksiya qilib portlatib tashlayman deng. Mash avtomobilni iminni sizlar uchun 67,5 mingga berib yuboramiz. Kuzatib boringlar, sizlar bilan Bektog'i, amanda foydali. Sog' bo'lasizlar.